Aka, jonimga tegib ketdi hammasi. Men u xonadonda boshqa yashamayman. Qayerga borsam ham ruxsat so'rashim kerak. Hatto eshik tagiga chiqsam ham ruxsat olishim kerak. Shunda jonimga tegdi. Hamma ishni meni bo'ynimga yuklab qo'yishgan. Qaynonam ham hamma ishga aralashaveradilar. Erim ham baqirib urishaveradilar. Bir chiroyli muomala qilish yo'q. O'zligidan ketib qolishdimi? Ko'rsatib qo'yaman hali ularga. Men bitta seni xafa qilishni. Nima va'dalar berishuvdi menga? Sen bugun uyda qol. Men borib o'zim bilan gaplashib kelaman. Qayerga ketyapsiz, adasi? Menga qarasan, sinimga qarab turib siqilmay o'tirib tursa, men borib ular bilan gaplashib kelaman hozir. Adasi, bitta gap gapirsam jahlingiz chiqmaydimi? Gapir, tinchlikmi? Bundan 5 yil oldin menga aytgan gaplaringiz esingizdami? Yangi kelin bo'lib kelganimda. Menga qara, ishingni qo'yib tur, gapim bor. Men bilan uzoq vaqt baxtli yashamoqchi bo'lsang, shu uyda gaplash, o'tda qolsin, hech qachon ko'chaga gap tashmagan. Erkak kishi bilan so'kishim mumkin. Qattiq gapiraversam, xafa bo'lib birpas uyingga borib gaplarni tashib kelmagan. Xo'pmi? Ota-onam ham yoshi katta, o'zing bilasan, bilib-bilmay ishingga aralashsa, qattiq gapirsa ham, xo'p deb aytganlarni qilsang kam bo'lmaysan. Shu gaplarni ikkala quloqingga qo'yib ol. Bo'tda-bo'tgan muammolar shu yerda qolish kerak, ko'chaga chiqish kerak emas. Xo'p, bo'ladi. Menga o'shanda shuncha gaplarni gapirganingiz, men lekin quloqimga ilganman. Ammo 20 yil birga yashagan singlingizga bu tarbiyali soat o'tmagan ekansiz.